Bir emas 10 metr cho'ziladigan sir tayyorlaymiz. Birinchi marta o'rgatganimda 50% odamlar menda o'xshamadi deyishgan. Nimaga o'xshamaganini kommentariyda tushuntiraverib charchab ketdim. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Birinchi qoida: bizga xom sut kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, magazinda korobkali pishgan sutlari to'g'ri kelmaydi. Sutni gazga qo'yamiz, qo'l kuymaydigan issiq holatga kelganda gazni o'chiramiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xuddi shunaqa 5 milli 70% arzon uksusdan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib 5 osh qoshiq uksus solamiz, aralashtiramiz, keyin yana 5 qoshiq solamiz, aralashtiramiz, yana 5 qoshiq solamiz, aralashtiramiz. Jami 3 litr sutga 15 qoshiq uksus ketadi. Xuddi shunaqa bitada zardobi ajralib, hammasi venchikka yig'iladi. Sirni suvdan yaxshilab siqib chekiga olib qo'yamiz. Tuz solamiz, gaz yoqamiz. Qo'li kuymaydigan bo'lganda gazni o'chirib, sirni 5 minutga solib qo'yamiz. Shu 5 minutda ham bekor o'tkazmasdan dog' bo'lgan sochiqlarimni olib, allergiya bermaydigan xlorsiz, hattoki chaqaloq kiyimiga ham to'g'ri keladigan Bavi Super Очистительdan solib uvitib qo'ydim. Sochiq yaxshilab uvguncha qozondan sirni olib, xuddi shunaqa cho'zib, yaxshilab dumaloq shakl beramiz. Menga o'xshab sirni palochkaga o'xshatib tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mikrovolnovkada biroz eritib olasiz. Xuddi shunaqa yumshab, xohlasangiz qo'shningiz uygacha cho'ziladi. Bitta qo'lda o'rishimga necha. Xullas o'sha gap, original retseptni saqlab oling va yaqinlarga jo'natib qo'ying. 1 soat sirni cho'zgunimcha sochiqim ham top-toza bo'pti.